Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yurtdoshlar va ota-onasining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirishni yetkazmoqchiman. Ayrim ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va pensiya miqdorini oshiruvchi imtiyozlar faqat og'zaki aytilgani uchun faqat mening haqim bor degan gap bilan hisoblanmaydi. Rasmiy hujjat bo'lmasa, ko'p hollarda ustama hisoblanmaydi yoki kechikadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Videoni ho'zroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bitta hujjat yetishmagani uchun odam oyma-oy katta puldan quruq qolishi mumkin. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan holat shuki, odamlar pensiya faqat yoshga yetganda avtomatik to'liq hisoblanadi deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya tizimida har bir davr, har bir imtiyoz, har bir ustama alohida asos bilan tasdiqlanadi. Mehnat staji, ish haqi, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar, davlat mukofotlari, urush yoki front orti mehnati, ayrim zararli yoki o'g'ir ish sharoitlari, alohida maqomlar. Bularning hammasi tegishli hujjat bilan isbotlanishi kerak. Ilgari ko'p ishlar qog'oz mehnat daftarchasi, korxona arxividan olingan ma'lumotnoma yoki mahalliy idoralarning tasdiqlovi orqali yuritilgan. Odam korxonada ishlaganini mehnat daftarchasi bilan ko'rsatardi. Ish haqi bo'yicha arxivdan ma'lumotnoma olib kelardi. Imtiyozli davrni esa alohida buyruq, lavozim ro'yxati yoki ish sharoiti to'g'risidagi hujjat bilan tasdiqlardi. Hozir esa elektron bazalar kengaygan. Idoralar o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Lekin bu endi hamma narsa avtomatik to'pladi degani emas. Elektron bazada ma'lumot bo'lmasa, arxiv hujjati noto'g'ri bo'lsa yoki familiyada bitta harf farq qilsa ham ustama yoki qo'shimcha hisoblanmay qolishi mumkin. Eng muhim o'zgarish shundaki, bugun pensiya tayinlash va qayta hisoblashda rasmiy asosga talab kuchaygan. Ya'ni siz men falon yillarda ishlaganman, mening 3 farzandim bor. Turmush o'rtog'im vafot etgan. Men zararli sexda ishlaganman. Men nogironlik guruhiga egaman deb aytishingiz mumkin. Lekin mas'ul idora buni hujjat yoki elektron ma'lumot orqali tasdiqlamasa, pul hisoblab bera olmaydi. Chunki keyin tekshiruv kelganda har bir so'mning asosi so'raladi. Avvalo, kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh pensiyaga endi chiqayotgan fuqarolar. Siz yoshga yetdingiz, ariza berdingiz. Lekin barcha davrlaringiz bazada to'liq ko'rinmasligi mumkin. Masalan, 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagansiz, keyin kolxozda, keyin xususiy korxonada ishlagansiz. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin muhr xira. Lavozim nomi tushunarsiz yoki ishga qabul qilish buyrug'i raqami yo'q. Bunday holatda staj tan olinishi uchun qo'shimcha arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Agar shu davrdan olinmasa, pensiya bazaviy hisobda kamroq chiqadi. Ustiga qo'shimcha stajdan keladigan oshirish ham yo'qoladi. Ikkinchi guruh pensiyasi allaqachon tayinlangan, lekin keyin qo'shimcha hujjat topgan pensionerlar. Masalan, odam 2020 yilda pensiyaga chiqqan. O'sha paytda 25 yillik staji tasdiqlangan. Keyin u eski korxona arxividan yana 6 yillik ish staji bo'yicha ma'lumotnoma topdi. Bu hujjatni olib bormasa, pensiya o'z-o'zidan oshmaydi. Men bunday vaziyatlarda har doim aytaman. Hujjat uyda sandiqda yotgani bilan pulga aylanmaydi. Uni rasmiy tartibda da topshirish kerak. Ariza yoziladi. Hujjat qabul qilingan sana qayd etiladi. Shundan keyin qayta hisoblash masalasi ko'riladi. 3-guruh ustama yoki imtiyozga da'vo qiladiganlar. Masalan, I yoki 2-guruh nogironligi bo'lgan pensioner, yolg'iz yashaydigan keksalar, qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi borlar, davlat mukofotiga ega bo'lganlar, ayrim kasb va lavozimlarda uzoq ishlaganlar. Har bir toifa bo'yicha talab boshqacha bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari kerak bo'ladi. Qaramog'idagi shaxs bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma yoki nogironlik tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Davlat mukofoti bo'yicha farmon, guvohnoma yoki tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Faqat medalni ko'rsatish yetarli bo'lmasligi mumkin. Uning rasmiy maqomi va ustamaga asos bo'lishi tekshiriladi. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, opa 62 yoshda 3 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlashda faqat 22 yil staj tasdiqlangan. Sababi 1990 yillarda ishlagan tikuv fabrikasi yopilib ketgan. Mehnat daftarchasidagi yozuvda korxona muhri to'liq ko'rinmagan. Opa
Men o'sha yerda 8 yil ishlaganman. Butun mahalla biladi deydi. Lekin mahalla bilishi bir narsa, pensiya hisoblash uchun rasmiy arxiv tasdig'i boshqa narsa. Agar u arxivdan ishga qabul qilingan va bo'shatilgan buyruqlar asosida ma'lumotnoma olsa, staji qayta ko'rib chiqiladi. Agar olmasa, o'sha 8 yil pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ikkinchi misol, aka 61 yoshda zavodning issiq seksida ishlagan. U imtiyozli sharoitda ishlagani uchun ayrim qo'shimcha huquqlari bor deb hisoblaydi. Lekin umumiy mehnat daftarchasida faqat ishchi deb yozilgan. Sex nomi, lavozim toifasi va zararli ish sharoiti ko'rsatilmagan. Bunday vaziyatda masala ancha nozik. Chunki imtiyozli ish sharoitini tasdiqlash uchun oddiy staj yetarli emas. Aynan qaysi sexda, qaysi lavozimda, qaysi davrda ishlagani. Bu lavozim tegishli ro'yxatlarga kirmagani ko'riladi. Agar korxona arxividan falonchi falon davrda, falon sexda, falon lavozimda ishlagan degan aniq ma'lumotnoma olinmasa, ustama yoki imtiyoz hisoblanmasligi mumkin. Uchinchi misol, ayol kishi farzand tarbiyasi davrini stajga kiritish mumkin deb eshitgan. Ayrim holatlarda bola parvarishi davrlari qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, onalikni tasdiqlovchi hujjatlar, ayrim hollarda ish joyidan buyruqlar yoki ta'til davri haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Bolam bor. Demak avtomatik qo'shiladi degan yondashuv xavfli. Ayniqsa familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'ladi. Chunki hujjatlarda bir joyda qizlik familiyasi, bir joyda turmushdagi familiya yozilgan bo'lishi mumkin. 4-misol, pensionerning turmush o'rtog'i vafot etgan. U boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi qo'shimcha to'lov bo'yicha huquqim bor deb o'ylaydi. Bu yerda hammasi avtomatik emas. Nikoh rasmiy bo'lganmi? Vafot etganlik guvohnomasi bormi? Marhumning staji va pensiya huquqi qanday? Ariza berilganmi? Boshqa daromad va to'lovlar holati qanday? Bular tekshiriladi. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FHDdan dublikat olish kerak. Agar marhum boshqa hududda ishlagan bo'lsa, o'sha hudud arxiv yoki tegishli idoralardan ma'lumot so'ralishi mumkin. 5-misol, pensioner davlat mukofoti borligini aytadi. U ko'kragidagi nishonni ko'rsatadi. Lekin guvohnoma yo'qolgan. Ayrim mukofotlar pensiyaga ustama berishi mumkin. Ayrim esdalik medallari esa bunday huquq bermasligi mumkin. Shuning uchun mukofotning aniq nomi, berilgan sanasi, kim tomonidan berilgani va qonunchilikda unga qanday moliyaviy imtiyoz belgilanganini aniqlash kerak. Guvohnoma yo'qolgan bo'lsa, tegishli idoradan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olinadi. Aks holda pensioner yillar davomida menda medal bor deb yuradi, lekin ustama hisoblanmaydi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq bo'lsa, pensiya tayinlanganda barcha hujjatlar qabul qilingan bo'lsa, qo'shimcha imtiyozga da'vo qilmayotgan bo'lsangiz, katta xavotirga sabab yo'q. Lekin baribir men har bir pensiyaga shaxsiy pensiya ishini tekshirtirib ko'rishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam pensiya olayotgan bo'ladi, lekin unda yana 1-2 yil staj hisobga olinmay qolganini bilmaydi. Oyiga 20 ming yoki 7 ming so'm farq kichik tuyulishi mumkin. Lekin bir yilda bu 600 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha bo'ladi. 5 yilda esa bu ancha katta summa. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hujjatning o'z borligi yetarli emas. U to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ma'lumotnomada korxona nomi, arxiv manbasi, buyruq raqami, sana, lavozim, ish davri, mas'ul shaxs imzosi va muhr bo'lishi kerak. Ba'zan odam arxivdan oddiy falonchi ishlagan degan qog'oz olib keladi. Lekin unda buyruqlar asosida tasdiqlanmagan bo'ladi. Bunday hujjat qaytarilishi yoki qo'shimcha aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, familiya, ism, otasining ismi bo'yicha xatolar. Masalan, pasportda Abdullayeva yozilgan. Mehnat daftarchasida Abdullayeva yozilgan. Eski ma'lumotnomada esa Abdullayeva Rusha shaklida berilgan. Bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi va keyingi familiya farqi ko'p uchraydi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumotnoma alohida ahamiyatga ega. Agar bu zanjir isbotlanmasa, idora bu hujjatlar aynan shu shaxsga tegishli ekanini tasdiqlang deyishi mumkin. 3-nozik jihat, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar. Pensiya miqdorida nafaqat staj, balki ma'lum davrdagi ish haqi ham rol o'ynaydi.
odam men yaxshi o'ylik bo'lganman deydi. Lekin o'sha davr bo'yicha ish haqi ma'lumotnomasi bo'lmasa yoki unda oylar to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, hisob-kitob boshqa asosda qilinishi mumkin. Ba'zan arxivda faqat ayrim yillar saqlanib qolgan bo'ladi. Bunday paytda qaysi davr foydaliroq ekanini mutaxassis bilan ko'rib chiqish kerak. Chunki noto'g'ri tanlangan davr pensiya miqdorini kamaytirib qo'yishi mumkin. 4-nozik jihat. Xususiy korxonalar va yakka tartibdagi faoliyat davrlari. Ko'pchilik bozor, do'kon, kichik firma yoki fermer xo'jaligida ishlagan. Lekin ish beruvchi ijtimoiy soliq to'lamagan. Mehnat shartnomasini rasmiy qilmagan yoki hisobot topshirmagan bo'lsa, bu davr pensiya stajida ko'rinmasligi mumkin. Men har kuni ishlaganman degan gap insoniy jihatdan tushunarli. Lekin pensiya tizimi rasmiy to'lov va rasmiy mehnat munosabatini ko'radi. Shuning uchun hali pensiyaga chiqmaganlar uchun ham bu katta saboq. Bugun norasmiy ishlasangiz, ertaga pensiyada pulingiz kamayadi. 5-nozik jihat. Chet elda ishlagan davrlar. O'zbekiston fuqarosi boshqa davlatda ishlagan bo'lishi mumkin. Bunday davrlar bo'yicha ikki davlat o'rtasidagi kelishuvlar, sug'urta badallari, rasmiy mehnat shartnomasi va tasdiqlovchi hujjatlar ahamiyatli. Agar odam Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatda rasmiy ishlagan bo'lsa ham hujjatlarni to'g'ri tarjima qilish. Notarial tasdiqlash yoki vakolatli organlar orqali tasdiqlatish talab qilinishi mumkin. Oddiy ish beruvchi bergan qog'oz hamma vaqt yetarli bo'lavermaydi. 6-nozik jihat ariza berilgan sana. Ko'p odam hujjatni topadi, lekin keyinroq boraman deb yuradi. Men bu yerda juda qat'iy aytaman. Hujjat topilgan zahoti murojaat qiling. Chunki ko'plab to'lovlar ariza berilgan kundan yoki belgilangan tartibda qayta hisoblash sanasidan boshlab ko'riladi. Siz hujjatni 2 yil uyda saqlab yursangiz, har doim ham o'tgan 2 yil uchun to'liq pulni qaytarib olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun vaqtni cho'zish pensionerning o'z zarariga ishlaydi. 7-nozik jihat. Og'zaki maslahatga tayanib qolmaslik. Ba'zan odam idoraga boradi. Navbatda turgan boshqa odam sizga baribir chiqmaydi deydi. Yoki tanishi menga hisoblashmagan, sizga ham hisoblashmaydi deydi. Men bunday gaplarga ishonmaslikni maslahat beraman. Har bir pensiya ishi alohida. Siz yozma ariza bering, hujjatingizni topshiring, qabul qilinganini qayd ettiring va zarur bo'lsa yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, uni yugurib tashkilotga yoki sudga olib chiqish mumkin. Og'zaki rad javobi bilan esa keyin hech narsani isbotlash qiyin. 8-nozik jihat nusxa bilan asl hujjat masalasi. Ko'p idoralar asl hujjatni ko'rib, nusxasini oladi yoki elektron bazaga kiritadi. Siz asl hujjatlaringizni beparvo topshirib yubormang. Har bir hujjatdan kamida 2 nusxa qildiring. Hujjatni topshirganingizda qabul qilingan sana. Ro'yxat raqami yoki ariza nusxasiga shtamp qo'yilganini tekshiring. Agar keyin siz bunday hujjat topshirmagansiz degan holat yuzaga kelsa, qo'lingizda isbot bo'ladi. Endi men sizga aniq tartibda nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, farzandlar hujjatlari, nogironlik ma'lumotlari, vafot etganlik guvohnomalari, mukofot guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari hammasini alohida joylang. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, muhim qog'oz yo'qoladi yoki ariza berishda unutib qoldiriladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchasini boshidan oxirigacha tekshiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, muhr va imzo bor yo'qligini ko'ring. Agar biror yozuv xira bo'lsa, lavozim tushunarsiz bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa, oldindan arxiv ma'lumotnomasi olishga harakat qiling. Korxona mavjud bo'lsa, korxonaning kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Korxona tugatilgan bo'lsa, hududiy arxivga yoki korxona hujjatlari topshirilgan arxivga murojaat qiling. 3-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya tayinlash yoki qayta hisoblashda qaysi yillar foydaliroq bo'lishi mumkinligini aniqlash kerak. Agar sizda eski davrlardagi yuqori oyliklarni tasdiqlovchi ma'lumotlar bo'lsa, ularni yo'qotmang. Ma'lumotnomada oyma-oy ish haqi, tashkilot nomi, arxiv asosi va mas'ul shaxs imzosi bo'lishi muhim. Agar ma'lumotnoma eski bo'lsa, undagi raqamlar o'qiladimi, muhr ko'rinadimi? Shuni tekshiring. 4-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Murojaat qilganda pensiyamni qayta ko'rib chiqishni so'rayman.
yoki falon hujjat asosida ustama hisoblash masalasini ko'rib berishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, 1930-yil 20 sentabrgacha bo'lgan ish tajimni arxiv ma'lumotnomasi asosida hisobga olishni so'rayman deb aniq yozing. Umumiy pensiyamni oshirib bering degan ariza yetarli aniqlik bermaydi. 5-qadam, topshirgan hujjatlaringiz ro'yxatini saqlang. Qaysi hujjatni qachon, qayerga topshirdingiz, kim qabul qildi, ariza raqami qanday? Bularni yozib boring. Oddiy daftar oching. Bugungi sana, idora nomi, murojaat mazmuni, qabul qilgan xodimning ismi, berilgan javob muddati, hammasini yozing. Bu juda oddiy ishdek ko'rinadi, lekin nizoli vaziyatda sizga katta yordam beradi. 6-qadam, javobni kuting, lekin nazoratni qo'ldan bermang. Agar belgilangan muddat ichida javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Agar rad javobi kelsa, uning sababini diqqat bilan o'qing. Hujjat yetarli emas deyilsa, aynan qaysi hujjat yetishmayotganini so'rang. Asos topilmadi deyilsa, qaysi normaga tayanilganini aniqlang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yozma shikoyat qilish mumkin. Zarur hollarda bepul yuridik maslahat, advokat yoki mahalladagi ijtimoiy xodim yordamidan foydalaning. 7-qadam, hujjatlarni raqamlashtiring. Telefoningizda yoki farzandingizning yordamida barcha muhim hujjatlarni suratga oling yoki skaner qiling. Fayllarni nomlab qo'ying: mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi. Lekin yodda tuting, elektron surat ko'pincha faqat qulaylik uchun kerak. Rasmiy jarayonda asl hujjat yoki tasdiqlangan nusxa so'ralishi mumkin. Shuning uchun aslini ehtiyot qiling. 8-qadam, farzandlar va yaqinlaringiz yordamidan foydalaning. Ko'p pensionerlar bolalarni bezovta qilmayman deb yuradi, lekin pensiya hujjati oilaviy masala. Bugun farzandingiz arxiga borsa, elektron navbat olsa, ariza matnini yozib bersa, ertaga ota-onasining oylik daromadi oshishi mumkin. Bu uy xarajatiga, dori-darmonga, kommunal to'lovlarga bevosita ta'sir qiladi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Hech kimga pul berib, ustamangizni chiqarib beraman degan va'dalarga ishonmang. Rasmiy hujjat bo'lsa, sizning huquqingiz qonuniy tartibda ko'riladi. Hujjat bo'lmasa, kimdir pul evaziga hal qilib beraman desa, bu sizni aldash bo'lishi mumkin. Har doim rasmiy ariza, rasmiy qabul, rasmiy javob yo'lidan boring. Agar xodim sizdan noqonuniy talab qilsa, yuqori tashkilotga yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Bugungi gapning eng muhim joyi shuki, pensiya ustamasi qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz huquqi bor bo'lishi mumkin, lekin u rasmiy hujjatsiz ko'pincha hisoblanmaydi. Mehnat staji, ish haqi, nogironlik qaramog'idagi shaxslar, mukofotlar, zararli ish sharoiti, familiya o'zgarishi, bularning barchasi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Sizning vazifangiz hujjatlarni yig'ish, tekshirish, yozma ariza berish va jarayonni nazorat qilish. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugunoq papkangizni ochib, hujjatlaringizni tekshiring. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Bitta arxiv ma'lumotnomasi, bitta nikoh guvohnomasi yoki bitta ish haqi ma'lumotnomasi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eng asosiysi, vaqtni cho'zmang, chunki kechiktirilgan murojaat ko'p hollarda yo'qotilgan pul degani. Sizda shunday holat bo'lganmi? Hujjat yetishmagani uchun pensiya yoki ustama hisoblanmaganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirib boraman.